Assalomu alaykum aziz muxlislar. Matematikada milliy sertifikat tahlilidagi misol va masalalarimizni davom qildiramiz. Saralangan misol va masalalarimizni davom qildiramiz. Navbatdagi masalamiz demak 7-geometrik masala ekan mana. To'g'ri burchakli uchburchak kvadratni ichiga shunday chizilgan. Kvadratni yuzini topish kerak. Kvadratni yuzini topishdan oldin kvadrat tomon topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerni alfa deb belgilayman. Bu holda mana umumiy 180 bo'ladigan bo'lsa alfa bilan 90 ni ayırsam mana bu yer 90 minus alfa bo'ladi. Demak mana buni x deydigan bo'lsam, mana buni y deydigan bo'lsam, a n ni y, n dan x deydigan bo'lsam, kvadrat tomon x plus y bo'ladi. Bu holda demak mana bu uchburchakka e'tiborlarni qarataman. Ya'ni uchburchak a m n da sinus alfa, kosinus alfa. Kosinus alfa teng yopishgan katetning gipotenuzaga y ning uchga nisbati. Va o'ng tomondagi uchburchakka o'taman. NCD uchburchak NCD. Bu yerda demak mana sinus 90 minus alfa. Qarshi yotgan katetning gipotenuzaga nisbati. Mana kosinus alfa bo'lib qoladi. Endi mana bu yerga tenglashtirsam bo'ladi. Ya'ni demak x plus y taqsim 4 teng y taqsim 3. Mahraj berib olamiz. 3x plus 3y teng 4y. U holda y teng 3x. Mana bu x bo'ladigan bo'lsa, mana bu 3x bo'ladigan bo'lsa, mana bunday bo'ladi. Mana bu yerga olaman mana. Kichkina qilib. Mana bu x bo'ladigan bo'lsa, 3x bo'lsa, mana 4x bo'ladi. Tamom. Mana 4x. Mana bu 4. Endi mana bu yerda Pifagorni qo'llayman. Ya'ni n d uchburchakka nisbatan Pifagorni qo'llayman. 4x kvadrati plus x kvadrati teng 4 kvadrati. Demak, bu yerda 17x kvadrat. 17x kvadrat teng 16. Bundan x kvadrat teng 16 taqsim 17. Endi 100 kerak bizga, 100. S ABC'ning 100. Demak, mana bu tomon 4x bo'ldi, 4x. U holda 4x ni kvadrati yoki 16x kvadrat yoki 16 ko'paytirilgan 16 taqsim 7. 256 taqsim 17. Endi buni aralashkasiga aylantirib qo'ysak ham bo'ladi yoki agar javob shunday holatda berilgan bo'lsa, shunday qoldirsak ham bo'ladi. Demak, shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. Tushuntirishimiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.